mana shu uyimiz sotilyapti. Nikitina Sevastopolskiy judayam bir hozir statusi baland ko'chalardan bo'lib ketgan. Ham ofis yoki yashash uchun qolsa bo'ladi. Endi uyga kiramiz. Oldi kirib kelish hovlilari va mana orqa tarafdagi joy. Hovlidan kirib keldik. Open space holatda turibdi. Mashinaqasiga olib bitta kruгом aylantirib oldim. Juda keng. Hozirgi holatida kuxnya qilib shu odam foydalanishyapti. Kimga shunaqa live obzorlar yoqadi? Bilasizlar. Bu yoq родительский spalnimiz. Ularni olmasdan iloji yo'q. Bu yoqda mana o'zim san'atimiz bor. Bu endi детский spalnya. Bu podvorga tushamiz. Bu yerga basseyn kichkinagina и o'sha sanuzeli, saunasi hisoblagan ekanlar. Endi o'lchamlari приличный, hozir qorong'i bo'lgani uchun ichkariga olib kirib o'tirmadim. И вот. Bu yerda bitta eng pastki qismi uyimizdan yo'ldan mana vxod bor tashqariga. Qo'limizda kotelni alohida zanaga tushirilgan ekan.